10 sotuvli uchastka pishgan g'ishtdan qurilgan 89 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Endi manzilni tushuntiraman. Mana mana shu ko'chani boshiga 100 metr ham chiqmaydi. Chap tarafga ketsanglar, Nazarbay tarafga ketasizlar, o'ng taraf eshonguzar. Damachiga yaqin joylar butlar. Mana shu uchastkamizda sotiladi. Butlar oldin dacha sifatida foydalanishgan ekan. 8 sotuv, 2 sotuv zaxvati ham bor. Umumiy hisobda 10 sotuv. Hozir endi ichlarini ham ko'rsatib ber. Shu garaj bilan kiriladi. Mana bu yoq tarafda asosiy binoga kiradigan eshik bor. Endi hovlilarni bitta ko'rsataman. 100% pishgan g'ishtdan qurilgan uchastka. Ochig'ini aytaman, bilasizlar, men remontlari hali yaxshi holatda emas, lekin bitta ashvizit qilib olsanglar, dahshat holatga keladi. Sanuzelning kattaligini qaranglar. Ikkita sanuzel bor. Ikkalasi ham razdelniy qilingan. Bu oshxonasi. Bu yerda yana ikkita katta spaniyalar bor. Oshxona holatlari ham yaxshi holatda turibdi, lekin umumiy babi yashayman degan odam bo'lsa bitta remont qilib yuboradi. Endi ikkinchi etajlarni ko'rsak. Ikkinchi etajga ham chiqdik. Bu yerda 3 ta yotoqxonasi bor. Suv, svet, gazdan muammo yo'q. Bu videoni o'sha mana shu dachaligicha qoldiradigan odamlarga jo'natib qo'ysanglar, zo'r bo'ladi, sababi havosi juda ham toza joylar. Mana xonani qaranglar. Buni bemalol 2-3 ga bo'lib yuborsa bo'ladi. Egalarini telefon raqamlarini ekranda qoldirdim. Aniq lokatsiyasini va rasmlarini Telegramga tashlab qo'yaman.